Assalomu alaykum, sizlar bilan mashhur Uz kanali. Ozoda Nursaidovaning klipida fojiaviy yo'l transport hodisasi haqida 4 oy o'tib rasmiy ma'lumot berildi. Avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborova avtomobil bosib ketgani, shundan so'ng u yordam so'rab post qoldirgani xabar qilingan edi. Mazkur holat ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandan so'ng 2024-yil 7 noyabrda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida kecha 11 mart kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bo'lim boshlig'i tomonidan rasmiy ma'lumot berildi. 2024-yilning 7 noyabr kuni soat taxminan 13:00 larda Mirzo Ulug'bek tumani Yangi O'zbekiston ko'chasida joylashgan avtoturargohning birida haydovchi voyaga yetmagan 2008-yilda tug'ilgan SP Mercedes-Benz rusumli avtomashina harakatlanib 2 nafar piyodani 2023-yilda tug'ilgan JS 2006-yilda tug'ilgan SHE urib yuborgan deyiladi rasmiy xabarda. Bildirilishicha, jabrlanuvchilar shifoxonaga olib borilgan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, SHE uning holati og'irlik darajasi bo'yicha yengil tan jarohati, fuqaro JS esa og'ir tan jarohati deb baholandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari tamomlanib, tegishli tartibda sudga yuborish chorasi ko'rilmoqda deyiladi xabarda. Qayd etish joizki, mazkur fojiaviy yo'l transport hodisasi sodir bo'lganiga mana 4 oy bo'libdiki, na Toshkent shahar Ichki ishlar bo'lim boshlig'i, na yo'l harakati xodimi bo'lim boshlig'i haqida ma'lumot beradi. Hodisani jamoatchilikdan yashirib kelayotgan edi. Jabrlanuvchining yordam so'rab murojaat qilishi internet tarmog'ida ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgach, Ichki ishlar bo'lim boshlig'i rasmiy ma'lumot e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, jabrlanuvchi aktrisaning murojaatida mashinaning g'ildiraklari uning ustidan 2 marta o'tib ketgani, voqea oqibatida tos suyagi singan va boshqa a'zolari og'ir jarohat olgani aytiladi. Shuningdek, 9 soatli operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingani, biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgani bildirilgan. Qayd etilishicha, ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarni to'g'irlash kerakligi, bunday operatsiyalar juda kamdan kam holatlarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida $500 to'lab turgan. Mazkur bu hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Aktrisa tergovchi unga ish materiallarini taqdim qilmaganini aytgan. Shuningdek, u normal yurish qobiliyatini tiklash uchun chet elda takroriy operatsiyalar o'tkazishi kerakligini aytgan va jamoatchilikdan yordam so'ragan. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Ozoda Nursaidovaning o'sha klipida ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyatga izoh berib, aktrisa va uning yaqinlari ulardan uy va mashina talab qilayotganini aytib chiqdi.